Yoshidan, chiroylisidan. Hali kurak buzmagan qozig'imda qartaman deganlarga. Xudo xolasa 50 uyda shibirni oqib berib, seminni quyruqni olib olganmiz aka, bo'g'ozlikda. To'g'ri mana xudo xolasa. Yangi yil olganman, yangi yil sotaman. Yerga yaqin suti ko'p tapalaq mol. Bolasi mana. Olaqoroni go'zallaridan. Bolasi buqacha. Sigiri qo'g'irchoqlari. Yosh bola yoshligini ko'rsatib beryapti. Hali aka. O'ta bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, Chorva ishqibozlari. Farg'ona viloyati Toshloq tuman Aram-Mozor Dilshod akamiz xonadonlaridan bugun akalar sotuvimizda 5 bosh tayyor tuqqan ona bola sigirlar bor. Shular ma'lumotlar beramiz. Qaysi birlari yoqsa ma'qul kelsa, narxlarga kelishtirib tushirib olishingiz mumkin. Adigan narxlar savdosi bor, kamlardan. Arzimas mehnatlarni qo'llab qolagan holda sizlar layklarga bosib, podpishkaga o'tirsangiz, xudo xolasa inshaalloh narxlar arzon qilib borishga biz davom etaveramiz. Yosh, chiroyli, sanog'ida sifati zo'r, shved rossiyskiy olaqora sigirlardan bor. Va kanalimizda yangilar ekan olsa podpisatsiya degan yozuv bor, o'shani bosib qo'yinglar. Yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv chiqadi. Shunda biz kirzib boradigan joylar muntazam esingiz bo'lib borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum Dilshod aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasangiz-mi? Rahmat, Xudoga shukr. Siz el xizmatida qiynalmay, charchamay qolmaysiz aka. Kim oldik? Xudo xolasa. 5 ta olamiz bor aka, obunachilarimizga. Xudo xolasa nasib qilsa, yaxshiliklar bilan qilib, hamma yo'lni ko'rsatib beramiz. Hop, yeb ichi sog'ligi garantiyalari. Molimiz yemasa, ichmasa, bola-chaqalarni ustida tepsa, aytgan ustimizdan lekini bo'lsa, bir haftacha bir issiqlagan boshqasi bo'lsa, bizniki mol. Xolagan paytda tekshirib ko'rib olaveradi. Tekshirib olib kelib, ma'qul bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Mollar sog'ligi, yeb ichishiga, boshqasiga hammasiga garantiya. Bitta yetalab ma'lumotlar beraveramiz, a? Hop, kuralarni ko'rsatamizmi? Ko'rsatamiz hammasini. Ochiqdan ochiq. Ha, bo'ladi. Kel. Akalar, kuralar 8 kurak zo'r. Lapatga. Hop, ikkinchi molimiz. Olmishlarimiz qo'laylik. Aha. O'sha. Ana. Endi bo'za yo'q. tashabdi, hali kurak chiqargani yo'q. Birinchi qoringa. Yosh. Ikkinchisi. Uchinchi molimiz 8 kurak zo'r. Butun tishlari. Sakkizni yetkazyapti ekan. 4-chi molimiz. Ashing sekin bo'l. Kuraklar 6 kurak. Zo'r. Mana kuraklarni ko'rdingiz. Videolarimiz boshlandi. Qirg'iziston paroda shved izlaganlarga. Shvedni chiroylilaridan. Mana. Turishlari zo'r ekan, a? Bolasi ham chiroyli ekan. Hop, kuraklarni ko'rdik, yaxshi. Xudo xolasa. Dilshod aka, qancha sut beryapti sigirimiz? 27 suti bor aka. 17-18 taga libi odamga beraman aka. Bolasi 10-chi. Hali uyga borib soqqanda 1 kilo oshdan chiqsa, Xursand bo'lsin. Xursand bo'lsin, a? Ha, iloji. Hop. Hop, holatlari ideal tur. Mol qalashmay qarating-da. Ana. Bitta ko'rinib tursin. Yaxshi. Dilshod aka, nech pul aytamiz endi bu sigirga? Ya buni men Xudo xolasa bunga 50 million, 55 million yo'q aka. Hop. Siz obunachilaringizga Xudo xolasa Jasur aka men chiqdim desa, Nech pul? 44 millionga beraman. Kelishtiring. 44 demi? 43 million bersin. Boshqa o'tolmaysizmi? Bilaman, o'tadigan joyi bormi? Ha? 42 million bersan ana. Otam o'g'lim aka, sirazi. Qarda pastiga bitadimi? 40 million bersin bo'pti. Qarda pastiga bitta so'rayman. So'ring. Hop. 39 ga o'tib bering. Ya o'tib bermayman, 39 ga libi siz ovlatingizga sotaman xudo xolasa. Kelishtiradigan joyi bor. Obunachiga kelishtiradigan joyi bor. Xudo xolasa kelishamiz. Bor. Hop, bu birinchi molimiz akalar, ammo narxi yaxshi bo'ldi. Meni fikrim zo'r. Hozirlar 4 joyda uzunligi zo'r, Qirg'iziston shvedlaridan, Karpat. Yemasa, ichmasa, bola-chaqasini ustida debsa, xohlagan paytida meniki bo'ladi. Ha, bo'ladi. Telefon qilaverasizlar. Yoshidan, chiroylisidan. Hali kurak buzmagan qozig'imda qartaman deganlarga
Baklan qarang buni. Bolasi o'ynashini. Bu ikkinchi molimiz. Bolasi oldiga olib o'ting. Ko'rsating bolasini. Mana hurmatli obunachilar. Chiroyli molimiz. Dilshod aka. Voy Jasurbek aka. Xo'p, kuragini ko'rdik. Hali biz endi buzibdi. Bo'zak hali. Bo'zak. 18 oylik. Ammo yash taksopda jonivar. Xudo xolasa shvet qoni tozasidan. Ostini qarang, jonivar. Sifati o'zi bilan aka. Aha. Qancha sut beryapti hozir? Hozir 11 ta uni sut beryapti. 11 ta sutga. Ha, 10 litrga любой odamga javob beraman. Bolasi qo'najincha. Bolasi qo'nadi. Qozoqlar ham orasi uzun-uzun. Tusamlari adelni. Nech pul deyapsiz? Tusamlari yumshoq. Xudo xolasa 28 millionga beraman obunachilaringizga. Kelishamiz, kelishirasiz. Kelishamiz. Tushiring. 27 million bersin mayli. 26 ga qariq o'tib bering. Yengil o'tib bering. Ana shuna arzon bo'ladi deyman. Jasur akadan keldimsa 26 ga beraman aka. Bor berasiz. Dilshod aka, bugun yaxshi ekan narxlar. Narxlarni sindiraman xudo xolasa. Arzon qo'yasizmi? Arzon qilaman. Ana. Haqiqiy Tarashadi yana keyin xudo xolasa. Akalar, Obunachilar yana bormi bu yerga chiqaradimi? Million bo'lish kerak-da xudo xolasa. akalarda bo'zaycha 25-26 bo'ladigan tayyor ona bolasiga sut beradigani 26 million. Ajoyib. Zo'r narx bo'ldi. Zo'r narx bo'ldi, arzon narx bo'ldi shu mollarga. Yerga yaqin suti ko'p tapalaq mol. Bolasi mana. Chaqqon. Zo'r, gap yo'q. Bolasi oldiga olib o'ting. Xo'p, bismillah deb boshladik. Dilshod aka, Voy Jasurbek. bu nechinchi bolasiga? 3-chi bolasi. Bolasi qo'najincha. Bolasi qo'najin. Ko'paysin. Ko'paysin xudo xolasa. Mana bolasini ham mol qilib oladi xudo xolasa kelajagida. Yaxshi mol ekan. Yaxshi. Mana. Xazonlar. Ko'ringlar, yaxshi mol ekan, chiroyli mol. Korpusli, to'rson. Sifati ham yaxshi. Hat turishingdan sana. Ana fonga ham oldik. Zo'r. Dilshod aka, nech pul deymiz buni, chiroylini? Xudo xolasa bolasi qo'najin. Ha. 17 litr sutga beraman. Hali sal 1 litr oshcha bo'lsa 15 litrga javob. 15 taga yengil. 15 taga yengil javob beraman aka. Jamiga javob. Qancha deysiz? Baraka topishadi. Nech pul deysiz, mol zo'r. 35 million bersin ana. Kelishadigan joyga. Aka boshqalar 45 million 40 million deydi aka. Boshqalar bilan nima ishimiz Ha, bor? nima ishim bor? Bo'ldi gap yo'q. 34 million bersin. Savdosi bormi? Jasur o'zidan chiqsa xudo xolasa baraka topadi, norozi qilmayman. Savdosi bor. Bor baraka. Kelishamiz. Kelishamiz. Kelishmaydigan ishni o'zi yo'q u. Kelishmaydigan joyda o'zi yo'q. Akalar qoloni topsang qoloni deydi. Bu mol-u. Chiroyli qilib eng savdosini qiling, uyingizga boring, chiqaring, iching, duo qiling. Shu duolarni bizga eslab qo'ysangiz bo'ldi, yetadi. Olaqoroni go'zallaridan. Yurishlar, qaranglar, sollanib yuradi-yu. Olib olib. Ketdik. Mana jonivar. Ha, bolasini yugurishi. Dilshod aka, bu 4-sigirimiz. Sigirimiz mana shu 6 kilo, 3-chi bolasi aka. Aha. 6 kilo, 3-chi bolasi. Bo'lsa mol bizniki bexijolat. Mol qarindosh bo'laman degani bo'lsa mana qora bolasidan bor aka. Qancha sut beryapti? 11 ta sut bor aka. Aha. 10 taga yengil beraman. 10 taga yengil. Narxiga nech pul qo'yasiz? 33 million bor. Kelishamiz degan joy bor. Bor aka. Xudo xolasa bugun bo'ladi. Kelishmaydigan joyi yo'q. Xudo xolasa bor. Nech pul? 32 million bersan. Boshqa o'tolmaysizmi? 31,5 bersin bo'pman. Jasurga sizni yuzingizda mana boshqa degan nomid bo'lmaydi deyapman. Obunachilar uchun talashyapsiz. O'zingiz uchun emas. O'shaning uchun mana yana 500 tushdim aka. Yana ular ham tushirsa tushirib berasizmi? Xudo xolasa kelishamiz hozir. Ha, bo'ladi. Akalar, ko'rasizlar, narxlar yaxshi chiqyapti, yengil chiqyapti. Yana o'zlaringiz bilasizlar. Yomon emas. Mol holatiga kelib chiqqanda narxlar mo'tadi. Yaxshi. Xudo xolasa sotishmasin. Maqsad sotish. Ha, telefon qilsa kelishib mol qarindosh bo'laman. Niyatim shu. Ha, bo'ladi. Telefon qilaveringlar. Yemasa, ichmasa, bola chaqasi ushlab ketsa, bir lekini bo'lsa, telefon qilaversin. Siz orqali ham kelib, agar men telefonim zaryadman bo'lsa, siz orqali topishib olaversin. Menda bunaqa sotish maqsad yo'q. Ha, bo'ladi. Xudo xolasa xalqimizga mol yetkazib berish maqsad. Bolasi buqacha. Sigiri qo'g'irchoqlari. Mana qarang, jonivor. Sifati zo'r ekan, va
Bo'ldi, to'xtating. Yaxshi. Bolasi o'ynab turibdi. Dilshod aka, Yo'q, Jasurbek aka, bu nechinchi bolasi? birinchi bolasi aka, bolasini ovozi. Buqa bola. Qancha sut beryapti? 12 litr sutga yengil beraman aka. 12 taga. Mol zo'r. Chiroyli. Dahshat. Yemasa ichmasa, sut ko'psa xolagan paytda bizniki mol. Yaxshi mol. Hop, nech bo'lyapsiz? Gibrididan bu aka, shved. Shved bilan shu ola qorani gibridlashgan varianti, lekin akalar orqalari baland. Chiroyli mol. Nima deydi? Aka bitta separa qilganda o'zi voh deydi. Telefon qilib rahmat deydi. Sutchi molmi? Qaymog'i ham o'ta zo'r aka. Qaymog'i ham zo'r. Ko'p ekan. Qancha deyapsiz? Nech Bunga bo'lyapsiz? 34 million berishsan aka. Yaxshi. Kami bor-ku. Qani bor aka, so'raydiganlari bor. Savdosi bor-ku, ha? Tushib berasiz-ku. Beradi. Bizni videoda ham tushasizmi? Tushadigan joy bo'lsa tushaman aka, Jasur aka. Keling, keling. Yaqin qilib. berishsan. So'ramadim deganiga nech pul o'tib berasiz? Bo'ldi, tushirmayman. O'zingiz. 32 ga beraman. Jasurdan chiqdimsa bo'ldi aka. Boshqa narsa kerak. Xo'p, bo'ldi, yaxshi. Akalar bozorda ham mol o'zi 6-37 kamda deyshadi-da. Bugun sensatsiya bo'lsin deyapman aka. Narxlar bo'lyapti. Arzonlik bo'yicha. Ha, arzonlik bo'yicha sensatsiya qilyapman. Siz arzon sog'larni arzon qo'yaverasizmi? Meni maza qilsin. Xudo xolasa. O'zlari arzon sog'larni shogirdlari ham, yonida yurgan do'stlari bu inson. Xudo xolasa, ha, sinfdoshim. Sinfdoshi, masalan. Keyin Shogirdim. bitta mahallada deyarli. Ha, bitta mahalla. Bitta mahallada. Ishonarli, sanaqda sizga so'raganlarga tavsiya qilaman Dilshod akani. Bu 5-molimiz. Bozorlardan ko'rib turaman. O'zi bu inson usta inson. Asosan Chorabas. Xudo xolasa 50 uyda shibirni oqib berib, seminni quyruqni olib olganmiz aka, bo'g'ozlikda. To'g'ri mana Xudo xolasa. Yengil olganman, yengil sotaman. Siz asosiy yo'nalish bo'g'oz olib tug'dirilish, ha? Bo'g'oz olib to'g'dirib sotamiz. Bozorlardan chiqib turib, Bozordan olib sotish yo'q. bo'g'ozlarni terasizlar. Ha, Xudo xolasa. Asosan qanaqa necha oylik bo'g'oz olasiz? Men ozora olish uchun shu 5 oy 6 oylar olganman buni ustachilik qilib yurganman. Hozir endi 7 oyliklarni olyapman. Endi yaqinroq, sut sezoniga yaqinlashgan hisobga yaqinroqqa. Xudo xolasa. Achimaydigan payt kelyapti-yu. Shunaqa. Xalqimga bitta mol qilib turamiz hozir. Akalar, tirikchilik aybi yo'q. To'g'ri gapda. Halol mehnat bilan shunchalik qilib yetishtirib ko'rsatishyapti. Xudo xolasa narxlar ham ko'ryapsiz, yengil chiqyapti. Olinglar, maza qilasizlar. Boshlanishda qimmat chiqarib oldi deyishmasin deb yengil qo'yib beryapman Xudo xolasa. Baraka toping. Iloyim baraka topsin olgan. Qadrdonlar idirilyapti. Molimiz. Yengil to'lasan suv chiqishini ko'rsatib beramiz. Kelib ko'raman, olaman deganlarga lokatsiyalar tashab beriladi. Ustida ko'ra olishingiz mumkin. Mana buni ustidan idiryapsiz. Hozir. Yosh bola yoshligini ko'rsatib beryapti. Hali aka. O'ta bo'lmaydi. Yumshoqlik zo'r ekan. Ha, bunisi iyib ketdi. Ha, sog'layapti. Yaxshi, keyingilar aka. Sakchi oldida chanalib turibdi. Yoshini ko'rib olishingiz mumkin. Yaxshi holatda. Mana. Yaxshi. Kelinchi bitta quyuqlarni ko'rsatib beraylik. Keling siz ham aka. Qarang, baqiringizni qo'ying. Siz qo'ying, siz bunga qo'ying. Zo'r. Keyingi sigilarimiz idirilyapti. Hurmatli obunachilar. Mana. Yoshlar aka. Keyingi sigiramiz. Sog'layapti. Hammasi sakshog'da chanal turibdi. Yaxshi. Keyingilar uka. Nariga ham sog'ib bering. Zo'r. Kelavering. Yaxshi. Ha, bitta aylantirib beringchi. Zo'r. Mana. Yaxshi. Qadrdonlar, keyingisi idirilyapti. Oxiri chiqqan sigirimiz.
Zo'r. Keyingilar. Mana hurmatli obunachilar, sigirlarimizni birin-ketinga yurib, oyoqlarida ma'lumotlar berdik. Qaysi birlari yoqsa ma'qul kelsa, narxlar kelishtirib tushirtirib olaverasizlar. Aldigan narxlar kami bor, savdosi bor, savdosilardan. Kelishtirib tushirtirib olaverasizlar. Inshaalloh olganga, sotganga Alloh baraka bersin deymiz. Shod aka, O Jasurbek aka, bizni ko'rayotgan insonlarga nima deysiz endi? Xudo xolasa ko'rayotgan odamlarimizga telefon qilishsin, molli bo'lishadi Xudo xolasa. Molga yalchishadi, mollarimizning nuqsoni yo'q Xudo xolasa. Baraka toping. Yeydi ichadi, shu boshqa aybi yo'q. Rahmat. Mahsulot sut. Baraka toping. Ilohim baraka topsin.